O'zingizni firibgarlardan himoya qiling. Alo, assalomu alaykum. Biz sizni bankdan bezovta qilyapmiz. Plastigingizda muammolar mavjud. Assalomu alaykum. Tabriklaymiz. Siz 10 million so'm yutib oldingiz. Yutug'ingizni olish uchun bizga SMS kod orqali kelgan raqamlarni jo'nating. Ha, biz xavfsizlik xizmatidanmiz. Menga kodni yubor. Alo, assalomu alaykum. Sizni kartangiz qulflangan. Barcha ma'lumotlaringiz o'g'irlanishi mumkin. Iltimos, xavfsizlikni ta'minlash uchun bizga SMS orqali kelgan kodni ayting. Kim bu? Bankka o'zim qo'ng'iroq qilaman. Alo, assalomu alaykum. Tabriklaymiz. Siz 10 million so'm g'olibi bo'ldingiz. Yutug'ingizni olish uchun bizga telefoningizga kelgan SMS kodlarni jo'nating. Qanday yutuq? Alo, assalomu alaykum. Biz xavfsizlik xizmatidanmiz. Nomingizga kredit olinish xavfi bor. Iltimos, bizga SMS xabarda kelgan raqamlarni jo'nating. Qanday kredit? Menga kredit kerak emas. Hurmatli mijoz, ovozli signaldan so'ng bizga SMS xabarnomani jo'nating. Shoshmang. Siz firibgarsiz-ku. Qanaqa firibgarlik, nimalar deyapsiz? SMS kodlarni jo'nating. Sizda kredit olish xavfi bor deyapman. Men yaxshisi bankka telefon qilganim ma'qul. Xavfsizlik qoidalari. Banklar hech qachon telefon orqali kod so'ramaydilar. Shaxsiy ma'lumotlarni begonalarga aytmang. Rasmiy raqam bo'yicha bankka qayta qo'ng'iroq qiling. Ma'lumotni o'zingiz tekshiring. Aldanib qolmang.